Hofiz Usmon Nuriy 1800-yillarda yashagan xattot edi. Bir kuni Qur'onni nusxalayotgan paytida o'zidan Qur'onni yozishning eng yaxshi yo'li bormi deb so'raydi. U mo'jizani kashf qilishini o'zi ham bilmagan edi. Birozdan so'ng Alloh uning qalbiga ilhom berdi. U Qur'onni uning o'z o'lchovlari bilan yozishni o'yladi. Qatorlar uzunligini bilish uchun eng qisqa suradan foydalandi. Kavsar surasi. Hamma qatorni shu sura qatori bilan tenglashtirdi. Sahifa kattaligi uchun esa eng uzun oyatni tanladi, Mudayyana oyati. Shunday qilib, har bir sahifa mana shu oyat kabi bir sahifaga joylashishi lozim edi. Yozishni boshlagach esa oyatlarning mukammal joylashuviga guvoh bo'ldi. Buni ko'rib hayratda qoldi. Har bir sahifa oyat bilan boshlanib, oyat bilan tugaydigan bo'ldi. Oyatlar sahifalar aro bo'linib qolmadi. Hammasining yakuni sahifa oxiriga to'g'ri keldi. Butun boshli 600 sahifali Qur'on mana shunday yozildi. Alloh Qur'onning yozilish tartibini ham uning o'ziga joylab qo'yganiga bir qarang. Bu esa Qur'onni Allohning mo'jizasi ekanini yana bir bor ta'kidlaydi. Chunki u shu darajada mukammalki, inson bolasi uni yoza olishi mumkin emas.